Men sizlardan qasos olmayman. Axir men Salohiddinman. Salohiddin. Damashqqa kelgan yevropalik ziyoratchilar Salohiddin Ayyubiyni albatta qabrini ziyoratga kelishar ekan. Nima uchun desa, bu ulug' inson Baytul Maqdisni egallaganda nasroniylarga qilgan chiroyli muomalasini qadrlashar ekan. Vaholanki 1050-yilda nasroniylar Baytul Maqdisni egallaganda bir chekkadan qirgan musulmonlarni ham yahudlarni. Otlarimiz tizza bo'yi qon kechdi deb yozadi muarrixlar. O'zlarining eng sharmandali davri deb tan olishadi tarixchilar. Ammo Salohiddin Ayyubiy Baytul Maqdisni fath qilganida ularga musulmoncha muomala qilgandir. Mana shu narsani hurmatini qilib, u kishini qabrini oldida hurmat boshqa keltirib. Salohiddin Ayyubiy. Qanday shart qo'ymoqchisan? El aholini ozod qilaman. Shahardan chiqib ketaversin. Ayollar, bolalar, keksalar, ritsarlarning jangchilaring ham, hatto malika ham. Nasroniylar shaharni bosib olganlarda musulmonlarni qo'ydek bo'g'izlashgan. Men sizlardan qasos olmayman. Axir men Salohiddinman.